Assalomu alaykum hurmatli klientlar va obunachilar. Mana Qumqo'rg'on tumaniga ham olib kelib akfalarni sinfga qo'ydik. Hozir yonidan borib bir obzor qilib ko'rsataman inshaalloh. Mana pastlari kalyonli oyna 1 sm, tepalari paket bo'lgan. Qora oynaga oq oyna paket, stikla paket bo'lgan. Mana hozir bularni ham ko'rsatamiz. Alyumin hammasi. Balkon o'rta profil bo'lgan, eshiklari, ruchkalari komfort akfa ruchka bo'lgan. Oyna 1 sm oyna. Ichkari tomondan ko'rinishlari mana. Ruchkasi ham yaxshi ruchkadan qo'yilgan mana. Ishlashlariga bir baho berasizlar. Shunday holatda mana ramkamiz 3,5 metr, ipimiz 90 eshigi bilan 90 cm. Ramkamiz 4 metr mana shu. Panorama bo'lgan hammasi. Obzor to'smaydi. Tashqari bemalol chiroyli ko'rinib turadi. Mana bu ramka 3 metr, eshik 90 cm mana bu. Hammasi 1 sm oyna bo'lgan. Buni ham o'z ko'rsataman sizlarga. Ishlar o'z padakolniklarni ham sinfga qilamiz. Mana bu eshik mana. Bu ham kalyon oyna eshigi, ramkasi stiklo paket bo'lgan. Eshik ochilib kirilishi. Mana bu mana ramkani ochilishlari. Birinchi etajdagi hammasi. Shular birinchi etaj bo'lgan. Mana bu yonga ham ketgan. Mana ikkita ramka tepada fortichkasi bilan birga. Mana bu old tomondan ko'rinishi mana. Oldu. Mana ko'chadan kelganda ko'cha, mana bu ko'cha. Shunday kelganda mana oldidan kirish eshiklari bu. Bu ham kalyonli bo'lgan 1 sm ramkalar. 2 qavat oyna. Ishlar qoshlari mana. Shunday ochishlarda ichkaridan kirganda o'ng tomonda mana mehmonxonasi katta. Derazalari 4 deraza qo'yilgan. Mana bu yerda bitta balkonga chiqadigan bir yerdan lestnitsa bo'ladi. Mana shu lestnitsaga armaturani tashlab ketilgan. Pastga lestnitsa, bu tomonda ham shunday. Lestnitsa tushadigan bitta eshigi bor. Mana bu ham kalyonli oyna. Shunday ko'rinishda bo'lgan, xudo xolisa. Mana kirsak endi. Mana bu yerda ramkalar. Mana bu düştü eshigi mana. Fortichka tepada. Bu tomonda ham ramkalari bor mana. Padagonlarni endi sinfga qilamiz. Hammasi shu
shunday ko'rinishda bo'lyapti. Rahmat e'tiborlaring uchun. Pardako'ni chiqarish kerak tashqariga. Ana shu yo'l. Nimaga? Shunda tashlayın.